Assalomu alaykum hurmatli Chorva Media Uz kanali obunachilari hamda kuzatuvchilari. Bugun 2025-yilning 10-apreli hafta kuniga payshanba. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangiqo'rg'on chorva bozoridan bugungi video syomkamizni olib boramiz. Mana juda ham ko'p mashinalar kelgan, mollar juda ham ko'p tushgan bugun. Azizlar, Instagram kanal ochganmiz. Instagram kanalimiz nomi Chorva Media deb nomlangan. Bemalol kirib obuna bo'lib olishlaringiz mumkin. Shorts videolarimizni o'sha Instagram kanalimizga joylaymiz. Kirib obuna bo'lingizlar. Kanalga agar mehmon bo'lsangiz, podpisatsiyani obuna tugmasini bosib qo'ying. Mana shunday ko'rinishdagi layklarni ayamang. Yangiqo'rg'on chorva bozoridan eslatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 2025-yilning 10-apreli hafta kuniga payshanba. Azizlar, yosh murojaatchilar qatoridan boshladik. Mana savdo bo'lyapti. Mana shu akalarimiz savdo qilyapti. Mollar kelishda davom etyapti mana. Nechta deyapsizlar buni? 6 million 50 ming. Siz so'rayapsizmi 6 million 50 ming? Mana shu murojaatimiz mana shu ukamiz so'rayapti 6 million 50 ming so'mga mana. 6 million 50 ming so'm. Aka savdo bo'lyaptimi bu? Ha, murojaatimiz savdo bo'lyapti. Gibrid murojaatlarda. Bo'ylari 185. Aka nech pul so'rayapsiz? 7 million 850 ming so'm so'rayapti mana shu murojaatimizni. Aka nech pul deyapsiz? Men 10 o'tari bordim. 10 million so'rayapsiz, siz 7 million 800 ming so'm so'rayapsiz. 7 million 850 ming so'm. Barakasini bersin. Olmayman, bana gitsangiz bo'ladi. Og'lingiz kerak. Mana yana bir murojaatchimiz bo'ylari. Nech pul deyapsiz buni? 8 million egalaridan aytilyapti. Juda chiroyli murojaatchi. Bozor qancha so'radi? 6 million 900 ming bozor so'ragan. 6 million 900 ming so'm bozor so'ragan. Mana azizlar, mayda murojaatchilar. Bo'ylari 55 plus. Yosh murojaatchilar. Aka nech puldan deyapsizlar buni? 6,5 million so'mdan aytilyapti, kam bor deyishyapti. Bozor qancha so'radi? Bozor 7 so'rab qo'ydi. Nech pul so'rayapsiz siz? Qaysi birini? Mana shuni 6dan kam bormi deb. Ha, 6 dan o'tib berishga so'rayapsiz. Barakasini bersin. Ha, ajoyib. Aka, agar hammasini olaman desa bir joyga nech puldan qilib berasiz? Ha, kelishamiz. Ayting-da, men obunachilarga qiziq. Ya, yo'q, kelishamiz. Aytganingizga bor. Barakasini bersin. Mana shu murojaatchi savdo bo'lyapti. Amerikaliklar bilmasin bilan yaxshi. Bo'ylari 55 plus santimetr. Aka, nech pul deyapsiz buni? 7,5 ming egalaridan aytilyapti. Qancha so'rayapsiz aka buni? 6 million 400 ming so'm akamiz so'rayapti. Mana yana bir buni. Aka necha oylik bu? 3 oylik murojaatchi mana. Bo'ylari 50 santimetr. Nechi deyapsiz? 80 deydimi? Orqalari. Juda ham zo'r. Aka narxi nechi pul buni?
7 milyon olsa satamam. 7 milyon busiz sotasiz. O'tmaysiz 7dan. 68 so'rayapti. 6 milyon 800 ming so'm bozor so'ragan. Barakasini bersin. Ana akalar sigir bo'ladigan g'inojilar qatoriga keldik. Sigir bo'ladigan g'inojilar mana. Aka savdo qilyapsiz? Chorva Medios. Mana akalar. Aka nech pul deyapsiz bularni? 8 so'rayapti. Qaysi birini? Vaqtga buni Shu yerda ham, ha? 8 million so'rayapti bozor mana shu ikkalasini. Oq bilan mana bu o'rtadagi shvitni. Aka bunisini nech pul? 9 million so'm so'ralyapti bu. sigir bo'ladi. Sigir bo'ladigan g'inojinlar. Barakasini bersin aka. Sog' bo'ylar. Kelib turinglar. G'inojinimiz. Aka nech pul ekan bu? 11 million so'm egalaridan aytilyapti, kami bor deyishyapti. Bozor qancha so'radi aka? 9 million bozor so'ragan. Chorva Medios. Like bosaveringizlar. Yashang. Bunda chaqlab ko'rsakmi biz? Ha. Aka nech pul deyapsiz buni? 10 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi aka? 88. 8 million 800 ming bozor so'ragan. Aka bunisi nech pul? 11. 11 million so'm bozor so'radimi? Ha, 93 so'rayapti. 9 million 300 ming so'm bozor so'ragan. Barakasini bersin. Mana azizlar yosh buqalar qatoridamiz mana. Odam ko'p. Odam ko'p, uzr minnatdor. Qaysi biri savdo olyapti aka? Ikkovi bir joyda, ha? Nech pul? 18 million so'm ikkovi bir joyda so'ralyapti. Bozor so'rayapti, ikkovini 18 millionga bir joyda. Barakasini bersin. Aka nech pul bu? Chorva Medios. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Otabek aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Bozor qancha so'radi? 9. Bozor 9 million so'm so'ragan. 9 ga qo'shilsa beraveramiz. 9 ga qo'shilsa beraveramiz deyishyapti. Aka nech pul ekan bu? 14 million egalaridan aytilyapti. Bozor so'radimi aka? Bozor. 11,5 bozor 11,5 so'ragan. Barakasini bersin. Mana bu qamiz bo'ylari 1 metr plus. O'zimizni mesda boqalardan mana. Aka nech pul bu? Nech pul? 12,5 million bozor so'ragan, egalaridan berilmagan. Yangiqo'rg'on chorva bozori. Mana yana bir boqamiz. Bo'ylari biri 10 plus mana buni. Kayfiyati zo'r qochani. Nech pul ekan bu? 15 million so'm kam bor deyishyapti egalaridan. Bozor qancha so'radi? Bozor 13 million so'm so'ragan. Mana akalar, qamiz bo'ylari 1,20. Boqsa bo'ladigan buqalardan. Aka narxi nech pul buni? 22 million so'm kami bor deyishyapti. Juda o'ynoq ekan lekin. Aka bozor qancha so'radi?
Bozor qancha so'radi? 19 million bozor so'ragan. Mana yana qopamiz. Bo'ylari 1.15. O'zimizda mesni boqalarda. Narxi nechta pul ekan aka buni? 17 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi? 14.800. Bozor 14 million 800 ming so'm so'ragan. Hozir mana boqalarimiz. Juda ham zo'r. Katta qo'rg'onni buqalari bular. Qirg'izdan kelgan bular. Katta qo'rg'onlik mana shu akamiz har doim nima qiladi? Yaxshi mollarni olib keladi. Chorva media. Uyda ham yaxshi sifat mollari bor. Aka telefon nomerini ayting. 94lik 539 2090 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Ismi bu Xurshid akaga. Uylarda ham 5 ta mana shunday boqilganlaridan bor. 35 ta bor. 35 ta bor ekan. Mana azizlar, bemalol Xurshid akaga murojaat qilaverasizlar. Mana buqamiz. Kimdan ekan bu? Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti? Egasi yo'q ekan. Mana buqamiz. Bo'ylari 1.20. Aka nech pul bu? 23 million so'm egalaridan aytilyapti. Boqsa bo'ladi ekan. Xolos. Bozor qancha so'radi aka? 10 Chorva medios. Bozor 17 so'radi deysizmi? Ha, so'ragan yo'qmi? Bozor so'ramagan. Barakasini bersin. Bor narsa haqida gaplashaylik aka. Ha, buni kishi 1 million. Qaysi biri shumi? Barakam aka. Nech pul so'rayapti? Nech pul so'rayapti buni? 35 ga bermayapti. 35 millionga berilmayaptimi? 35 millionga berilmayapti degan shu topamiz. Primoy YouTube'ga chiqib ketadi. Ha. Barakasini bersin. 35 ga berilmayapti ekan. 31 mi? 31 million so'm so'ralyapti mana shu. O'qamiz. Barakasini bersin. Mana. Gigantlar. Bo'yi nechi buni? 180 mi? Nechi buni bo'yi? Ya 2 chiqmaydi. 925 bor. Vis shunday ekan? Bu nechi yosh bu? Ha, nechi yosh aka bu? Aka nechi yosh bu? 5 yosh aka mana shu boqamiz. Egasi bilan olib qo'yinglar. Gigant. Mana shu akamiz boqqan. 950 kilo joy viski. Buni boqsa, agar boqsa 1,5 tonna bo'ladi bu. Juda katta boqa. Nima cho'qlik? Abi tugataylik. Qani bilmasan. Azlar mana. Aka nech pul deyapsiz buni? 60 million so'm egalaridan aytilyapti. Oyog'iga nima qilgan aka? Yo'q, 41 ga bermayapti. Tug'ma shunaqami? 41 million so'mga berilmadi. Mana azizlar.
Gigant. Judayam katta buqa. Uni boqsa 1,5 tonna bo'ladi bu. O'rnatqazma, kompyuter. Mana Greenford buqamiz. Yeyishini bilaman-da, olardi. Bo'ylari 1,25. Aka nech pul ekan bu? 32 deyapman aka. 32 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi? Bozor 27 million 300 ming. 27 million 300 bozor so'ragan. Rosa yaxshi. Hali yana boqsa semiradi bu, ha? Aka. Zagan nonna semiradi. Qayerda moli bu? Shixlardi bu. Ishtixon. Hech pul bersa. Joyimiz tortib ko'rdingizmi? Barakasini bersin. Mana yana bir boqamiz. O'zimizning mesni boqalar. Odamni og'zida aytdi. Mana orqalar. Aka nech pul ekan bu? 28. 28 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi aka? 26 million bozor so'ragan. Mana shu ikkita buqamiz savdo bo'lyapti, mana shu ikkalasi. O'tirgan foyda asl. Ikkovi, ha? Mana shu ikkalasi. Hozir aytilish 50 million bo'lyapti, so'rayaptimi? 50 million so'm mana shu akalarimiz so'rayapti, mana shu akamiz. Ikkalasi. Barakasini bersin. Yana bir buqamiz. Bo'ylari 1,20 plus. O'zimizning mesli buqalar. Nech pul ekan aka bu? 19 so'radi. Aka, nech pul deyapsiz? 24 deyapti. 24 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi aka? 19 yarim. 19 million bozor so'ragan. Mana akalar, yaxshi paradoli mollardan. Juda ham gazi baland. Bo'ylari 1,25 plus. Yo, 1.30 bor, 1,25 plus da. Ha. Bu necha yosh bu? Endi 2 yoshga boryapti. 2 yoshga endi tish buzganda, ha? Yo, hali bizga endi buzadi. Ha, tish buzmagan bo'lsa 2 ga kirmaganda. Orqa tarafidan bitta olaylik-da. Bizlar yetalaymiz aka. Yetala basangiz borki baraydi. Askarlar chiqadi. Chorva Mediauz. Ha? Chorva Mediauz. Bu narxi necha pul deyapsiz buni? 28. 28 million egalaridan aytilyapti. Bozor so'radimi? Bozor 24 so'rayapti. Bozor 24 million so'm so'ragan. Telefon nomer qo'yasiz. Qayerda moli bu? Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'on. Ayting telefon nomer. 94 94lik 286 286 4913. Ismingiz? O'tkir. O'tkirjonga telefon qilib urasizlar. Shuni qilamiz. Bo'ylari 1,20 plus. Judayam ajoyib, yaxshi buqa. Nech pul deyapsizlar buni? 26 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi? 22 million so'm bozor so'ragan. Ishtixon azamatli moli. Uyda ham bor, ha? Telefon nomer 94lik 720
707 02 07 0732 raqamlariga Bekzodga telefon qilaverasizlar. Mana shu qo'qon savdo bo'lyapti mana. Tam bo'lgani yo'q, beri. Bo'yichasi yaxshi. Aka necha pul so'rayapsiz buni? 21 million 200 ming so'm. 21 million so'm so'rayapsiz, ha? Ha. 21 million so'm akamiz so'rayapti. Baraka topsinmi? Mana shu buqamiz so'ralyapti. 21 million so'm. Mana shu akamiz so'rayapti. Baraka topsinmi? Baraka deng, ey. O baraka deng, mana. Twitterga chiqasiz. Chorva Media Uz. Mana hozir yana bir buqamiz. Aka narxi necha pul ekan buni? Narxi 25 egalaridan aytilyapti. Aka, gitsin. Bozor qancha so'radi? Ochamiz bilan sotganmiz vaqt. Qancha so'radi? 21 million so'm bozor so'ragan. Mana shu akamiz mollari. Buni ham olgan aka. Biroz gapiring. Yo'q, gapira bir so'rayapti. Buni ber deb turib gapiring, men nima deyapti? Yetalab ko'rsatdi. 23 o'zingiz ham shu. Bravo, ko'rib qasam olib qo'yadi ism deydi. Yo'q, yo'q. Necha 25 so'rayapti? 21 ochka. Yo'q, Ochkoga yo'qmi ya? ochkaga yo'q. 21 millionga yo'q deyishyapti. Yo'q, Ishtixon Arabistonni molimi? Arabistonda Araboniki. Arabistondagi araboniki. Mana shu akamiz. Masallasi yo'q. Desanlar arablardan ekanda aka. Aka 21 ga qo'shilsa beraveramiz, ha? 21 ga qo'shilsa beramiz deyishyapti. Hazil akalar, hazil bu yerda hammasi hazil bo'lyapti. Katta reklam bo'ladi. Necha oylik? Yoshda o'zganmi? Ha, o'zi. Hozir sigirlar qatoriga keldik. Endi bir qator sigirlarni obzor qilamiz. Mana sigirimiz. Bolasi o'qishchami, g'unojinmi? Bolasi g'unojincha ekan. Necha ish turmushi bu? Ikkinchi bola deyishyapti. Narxi necha pul ekan buni? 30 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor so'radimi? Bozor 24-25. Bozor 24 million, 25 million so'ragan. Nechta suti bor buni? Ana so'g'ilmagan. Aniq emas, ha? Ana bir 5-6 ta bor shunda. Hozir bola egizmi bolalari? Bitta. Ha, bitta shu. Sog'ilmagan deyishyapti. Mana yana sigirimiz. Bolasi g'unojinchami? Bolasi g'unojincha. Bir haftalik bo'ldimi? 5 kun? 5 kunlik bu. Mana sigirimiz. Nechinchi tug'ishi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bola deyishyapti. Suti nechta buni? Aka mashinada bir 10 litr suti bor ekan. 5 ta aka. Narx qancha deyapmiz buni? 35 million so'm kami bor deyishyapti. Bozor so'radimi? Bozor. Nech pul? 28 million so'm bozor so'ragan. Akalar mana ikkinchi tug'ish deyishyapti. Ana akalar. Bolasi g'unojincha ekan. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bola. Birinchi bola deyishyapti. Nechta suti bor aka buni?
10 litr suti bor deyishyapti egalaridan. Chorva Medios. Bozor qancha so'radi aka? Bozor 20 million so'ragan. Ana orqalari. Barakasini bersin. Bolasi qonojincha ekan, ha? Qonojincha. Bolasi qonojincha. Talg'ir sigirlardan. Siz nech pul deyapsiz buni? 26 dedim. 26 million egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'rayapti? 21,5 so'rayapti. 21,5 million bozor so'ragan. Nechinchi tug'ishi, nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Birinchi bola deyishyapti. Toshkentdan qo'shganda birinchi bolasi. Sutini ichdi ekan buni. Dallarni Samarqanddan lagerdi moli. Sutini ichdi, suti. 10 ta suti bor. 10 litr suti bor. Yemasa mol shunday bo'ladimi? Mana bir yaxshi sigirimiz mana. Bolasi yonidagi bolasimi? Ey aka, yonidagi bolasimi buni? Mana bolasi. Bolasi ham zo'r. Onojin bolasi ham. Nima ko'rmasiz deyman. Ha. Chorva Medios. Nechinchi bolasi bu? Nechinchi bolasi? 4-chi bola. Ko'ryapsizmi, hay? Ko'ravering. Obuna bo'lganman. Yashang. Obunachilar ko'paysin. Suti nechta buni? Suti 20 litr suti bor deyishyapti egalaridan. Narxi qancha buni? Narxi? So'rayapsizlarmi? 30 million so'm mana shu akamiz so'rayapti. Bering, yaxshi so'rabdi lekin. Mana akalar yana bir sigirimiz. Bolasi o'qishchami? Bolasi o'qishchi ekan. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi tug'ish. Mana shu bolasi. Bolasi ham bir haftalik bo'lib qolgan, ha? 3-kun. Nechta suti bor buni? 10 taga garantiya deyapti egalaridan. Narxi? Narxi qancha? 30 million so'm egalaridan aytilyapti. Akalar, mana shu sigirimiz. Bozor qancha so'radi bozor? 25 million so'm bozor so'ragan. Barakasini bersin. Bolachasi o'qishchi. Bolasi o'qishchi. Nechinchi tug'ishi? 3-chi bola. Mana shu 3-chi bolasi, mana shu sigirni. 25 so'rayapti. Nechta suti bor aka buni? 10 litr suti bor deyishyapti. Narxi qancha ekan aka? Narxi 28 kami bor. 28 million kam bor. Bozor so'radimi? 25 so'rayapti. 25 million bozor so'ragan. Yangi Qo'rg'on Chorva bozori, Samarqand viloyati Oqdaryo tumani. Yana bir sigirimiz akalar. Mana bo'ylari ham, juda ham yaxshi, baland sigir. Mana bolachasi. Bolachasi o'qishchamidi? Mana 10-chi ekan.
Mana shu akamiz. Nechta pul so'rayapsiz aka? Nechta pul? 38 million so'm so'rayapti. Ajoyib sigir. Mana savdo bo'lyapti. Bu nechinchi bolasi ekan bu? Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. Sut ichdigan 20 litr sut beradi deyishyapti. Ha. Mana janob sutlar oqib bo'lyapti. Mana akalar. Bolasi Novoschami? Chorva Mediauz. Bolasi Novoschi. Nechinchi tug'ishi bu? Ikkinchi tug'ishi. Qulaka so'raydi, qo'lida chiqib qo'yadi. Mana shu ukalarimizniki bu. Bu nechta suti bor buni? 18 ta. 18 litr suti bor deyishyapti. Aka narxi qancha? 29 ga bordi yo'q. 29 ga yo'q. 29 millionga berilmagan. Sotilib ketsin. Sigirimiz savdo bo'lyapti. Bolasi xunojimi, o'qishchami? Bolasi xunojincha ekan. Savdo bo'lyapti. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi tug'ishi mana shu sigir. Qancha? Ha, qancha so'rayapsiz? 20 million so'm so'ralyapti mana shu. Habri chiqingizlar YouTube'ga. Chorva Mediauz. Mana shu savdo bo'lyaptimi? Ha, ikkovi bir joyga savdo bo'lyapti. Ikkovi bir joyga 52 millionga savdo bo'lyapti azizlar. Mana bu nechinchi tug'ishi mana bu? Ikkinchi, bunisi-chi? Bu ham ikkinchi, ikkalasi ham ikkinchi tug'ish. Bolachalarni bir ko'rsatayinda. Mana bolachalar. Mana bu ala, mana buni bolasi. Naksi uni bolasi. Mana sigirimiz. Mana shu akalarimiz savdo qilyapti mana. 52 million. Ikkalasini 52 million so'rayapti. Barakasini bersin. Mana shu sigirimiz savdo bo'lyapti. Bolachasi nima edi? Xunojinmi? Bolasi xunojin. 13,5 million siz so'rayapsizmi? 2 oyga qarzga. Bering. Mana sigir. Nechi tug'ishi bu? 4-chi bolasi deyishyapti. Nechta suti bor? 10 litr suti bor. Barakasini bersin. Mana shu akamizniki. Yashang. Mana simental sigirimiz, yakka sigir. Akalar, bozor tiqilinch. Chorva Mediauz kanali. Chorva Mediauz. Aka shuni syomka qilaylik. Ey, uzr. Talg'i ko'rsatmayman. Suti ham bormi ekan buni? Suti bor ekan. Nechta? 20 litr suti bor deyishyapti. Bebola. Bolasi ichida ekan. Necha oylik ekan bolasi? 45 kunlik. Bolasi 45 kunlik ekan, hali 2 oy ham bo'lmabdi, qornida. Bu narxini qancha deyapti buni? 45 deyapti. 30 so'rayapti. 30,5 ga chiqdi. Ha, 30 million 500 ming so'rayapti, ha? Berilmayapti. Yana chiqil. Bersa ham bersa bo'laydi. Nechinchi bolasiga qornidagi? 3-chi. 3-chi bolasi qornida ekan.
Simental. Mehmet Ay ismini verdi. Yo'q. Arkadaşlar reklam 150 Telefon raqami 33lik 850 47 47 44 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Mana shu simental sigirimiz. Azda mana shu sigirimiz mana baraka bo'ldi. Bolasi xunojinchami, o'qishchami? Bolasi xunojincha ekan. Necha tug'ish ekan bu? Ikkinchi tug'ishi deyishyapti. Necha pulga baraka bo'ldi? Qanchaga? 17,5 million so'mga baraka bo'ldi mana shu sigirimiz. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Nechta suti bor deyishdi buni? Sog'masa bekor. Mana bolasi xunojincha ekan azizlar. 19 million so'm egalaridan aytilyapti. Arzon aytyapti. Arzon sigir. Necha tug'ishi? Ikkinchi 10 ta suti ham bor. 10 ta suti ham bor ekan ikkinchi tug'ishiga. Aka sigir necha pul bo'ldi? 15 million so'm mana sigirimiz. Men chiqaring buni, ko'raman topganda. Meni ham olib qo'ying. Mana shu akamiz olib kelgan yaxshi sigir mana, yosh sigirlardan. Nechga bo'lyapti katta? 19 aka kami bor. 19 million bozor so'ragan. 19 million siz aytyapsizmi? Deyapman, kami bor. Ha, kami bor. Bozor qancha so'radi? Bozor 17 so'rayapti. Bozor 17 million so'ragan. Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin 10 litr suti ham bor, ha? 10 ta suti ham bor. Mana shu ukamiz olib chiqqan shu molni. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on chorva bozorida. Mana televizorga Mana olingan sigir. Necha pulga oldilar aka buni? 20 million so'm mana sigirimiz. 20 million so'm. Mana bolachasi. Barakasi. Azlar mana egiz ona bola qo'ylarida. Necha ish tug'ishi mana shu egizlarda? Ikkinchi qoringa tuqqan shu egizlarda. Narxi necha pul ekan bularni? 7 million. 7 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi? Bozor har xil 5 million 200. Hozir 1 milliondan ham so'rayapti. Mollarni. Qancha so'radi oxirgi? 5 million 200. 5 million 200 ming so'm bozor so'ragan. Barakasini bersin. Mana ona bola qo'ylar. Bolasi irg'ochimi, qo'chqarmi? Irg'ochi ekan bolasi. Necha pul deyapsiz bular? 4 million egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi? Bozor 3 million 300 ming so'm bozor so'ragan. Barakasini bersin. Rekord qo'ygan. Azizlar ona bola qo'ylar. Junlari olingan mana. Bu urg'ochimi yo qo'chqarmi? Qo'chqar bolachasi. Qaysini bolasi? Ularning bolasi. Mana shuni bolasi. Necha pul mana shu ona bola? 5 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi? 4 million bozor so'ragan. Bu qo'chqarchami unisi? Qo'chqar buniki. Qo'chqar buniki, ha mana bu. Onasi ham yaxshi mana. Hozir mana. Bu necha pul? Bu ham 5 million. Bu ham 5 million. 5 million. 4 ta 8 so'ratdi. Ha, 8 million egalasiga bozor so'ragan. Barakasini bersin mana. Azizlar qo'ylar arzon. Juda ham zo'r qo'ylar. Mana ona bola qo'ylar yana azizlar. Ona bolalar necha pul ekan qo'ylar? 4 millionga 5. Qaysi 5 million? Mana bunisi 5 million deyishyapti, mana bunisini 4 million deyishyapti. Bozor qancha so'radi aka? 4,5 million mana kattasini so'ragan, 3,5 million so'm mana bunisini so'ragan. Mana bolachasi zo'r. Irg'ochimi, qo'chqarchami bolasi? Qo'chqar ekan bolasi. Mana ona bola qo'ylar. Mana bolachasi. Necha pul aka bu? 4,5 deyapsiz aka. 4,5 million so'm egalaridan aytilyapti. Bozor qancha so'radi? Bozor hali jim. Bozor endi so'ragan odam so'ragan. Olindimi aka bular? Necha pulga oldilaringiz buni?
Mana shu ikkita kattani necha pulga oldingiz? 2 million 400 ga 2 million 200. Ha, bu sariq 2 million 400, qorasi 2 million 200. 2 million 400 ga 2 million 300. 200 dedimi shunday deb. Bozor so'ragan yo'qmi hali? Quzilar qatoridamiz. Yangi Qo'rg'on chorva bozorida. 7 milyon 300 bin so'm berasan, mana shu 3 qo'chqar, bir so'liq anglab olib. Turtuvini, ha? Aka, turtuviga so'rayapsizmi? 3 ta qo'chqarcha bitta so'liq so'rayapti. Men aytayapman 7 milyon 300 bin qo'yib, 7,5 million bo'ldi. Aylang. Baraka deng. Yetmada tursin, bu gap bo'lmaydi-da. Barakasini bersin. Aka, nech pul deyapsizlar? 3,5 deyapti ikkovi. Ikkovi, mana shu 2 3,5. Ular sog'liqmi? Bittaga qolashgan. Bittasi erkak. Ha, bittasi sog'liq, bittasi qo'chqor. Bozor qancha so'radi mana shu ikkovini? 3 million bozor so'ragan. Ularchi? 2 million 300 ming so'm. Qo'chqor ha bu? Aka, nech pul qo'zilar? 2 million so'mdan. Hammasini bir joyga olsa nech puldan qo'yasiz? Nechtasi qo'chqor, nechtasi sog'liq? Hammasi qo'chqor. Bir joyga olaman sen, nech pul qilib berasiz? 1 million 750 ming so'mdan berilmagan hammasini bir joyga. Men roziman shunday, rozi. Barakasini bersin aka. Nech puldan qo'zi? 1,5 dan aka. 1,5 million so'mdan. Urg'ochimi yo qo'chqorchami? Bittasi qo'chqor, bittasi urg'ochi. Bittasi qo'chqor ekan, bittasi urg'ochi ekan. Narxi bir joyga nech pul? Meni cho'rab 14 dan bersalar beraveramiz aka. 1 million 400 ming so'mdan bo'lsa beramiz deyishyapti. Barakasini bersin. Mana azizlar olingan qo'zilar. Bu nechtasi qo'chqor ekan bularni? Bari qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Ha, bari qo'chqor ekan. Nech pulda olindi? Nech? Ha, 1,5 million so'mdan olindi mana shular. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Zo'r. Azizlar qo'chqorlar, qo'zilar, qo'y qo'zilar qatoridamiz. Nech puldan qo'zilar? 18. 1 million 800 ming so'mdan. Bozor qancha so'rayapti aka? 14. 1 million 400 dan bozor so'ragan. Berilmayapti. Hammasini bir joyga olaman, sen nech pul qilib berasiz? 1,5 million so'mdan qilib beraman deyapti mana shakalarimiz. Olinganlar. Qaysi qo'chqor, qaysi sog'liq? Ikkovi ham qo'chqorcha, ha? Nech puldan oldingiz? 3,5 million so'mga ikkalasini olgan. Barakasini bersin. Chorva Mediauz. Bitta so'liqchi. 3 ta qo'chqorchasi va qo'zilar. Bitta sog'lig'i. Kallasida qo'tirib bor, zoq jo'ram deb tov berdingizmi? Topdim sizga Mana topdim. qayerda ekan? Bu qo'tiri hech tuzilmayapti. Atrofga ham surtdik. Bo'lmadimi? 7 million 200, 7 million 200 mingga mana shu baraka bo'lgan to'rtalasi. Oqma ham surtyapti, tuzilmayapti. 3,5 million so'mga olingan mana. Mana shu qo'yimiz, bolasi qo'chqorcha mana. Bular nech puldan bo'ldi? Mana shu nech pul bo'ldi? Mana shular, ha? Mana ona bola, ha? Ona bola nech pul bo'ldi? Mana deb bilaman 3,5 million. 3,5 million so'm bolasi bilan. Bolasi qo'chqorcha. Qolganini bilmaysanmi? Olinganlar akalar. Ikkalasi nech pul bo'ldi? Qancha? 5 million 100 ming so'm mana shu ikkalasi olingan. Qo'chqorcha. Qo'zi nech pul bo'ldi? Aytibdi. Mana ona bola sigirlar. Olinganlar. Nech pul bo'ldi bu? Qancha? Bolasi 6 million, kichkinasi 6 million 800 ga olibdi. Nasini bilmaygan. 14 millionga chiqdi. 14 millionga olindimi? 14 millionga oldi. 14 millionga mana shu to'y olingan. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Sigirimiz. Qancha pul bo'ldi sigir?
20 milyon. 20 milyon so'm. İkinci bu yine şeyden kira. Qancha bo'ldi sigir? 15 yarım bu. 15,5 milyon so'm sigirimiz. Oh, paşa ötkes geldi. Necha pul bo'pti ana shu ukaz? Shofirmi ular? Bir bitta ukaz kelyapti-da. Necha pul bo'ldi aka bu? 20 milyon so'm. Barakasini bersin. Aka ukaz necha pul bo'ldi? 19 milyon so'm. Roji qancha bo'ldi? 9 milyon so'm mana shu roji. YouTube'ga. 17 milyon so'm. 17 milyon 150 so'm. Harekete mallar gitti. Bana da odamda bir daha yapmayın. Harekete adamlar gitti. Yashang. Ana shu g'unojinlar necha puldan bo'ldi aka? G'unojinlar necha puldan bo'ldi? Bilmiyorum. Aka necha puldan bo'ldi g'unojinlar? Shofyorlar bilmaydi. Abi sigirimiz kelyapti. Aka sigir necha pul bo'ldi? Sigir 16,5 milyon so'm. Bolasi ana qorami? Irg'och ekan bolasi. Ana bolachasi mana shu. Tushyapsiz aka siz ham. Necha pul bo'ldi bu? Aka sigir necha pul bo'ldi? Qancha bo'ldi bu? 16,5 milliondan qaytdi. Bular necha pul bo'ldi? 22 adamız. Ikkalasi 22,5 million so'm. Qo'y necha pul bo'ldi aka? 9 oldim. 1 million 900 ming so'm olgan mana shuni. Aka sigir necha pul bo'ldi? 15,5 million so'm mana sigirimiz. Barakasini bersin. Necha pul bo'ldi mana shu? Qaytyapti. Necha puldan? 14,5 milliondan qaytibdi. Mana shu g'unojinimiz boqilgan. Aka sigir necha pul bo'ldi? 12 million 200. Sigir qancha bo'ldi aka? 15 million so'm mana sigirimiz. Qancha bo'ldi o'kizcha? 11 million so'm. Barakasini bersin. Chorva Mediauz. 15 milyon so'm mana shu qilamiz. Aka necha pul bo'ldi bu? 85. 8,5. 8,5 million so'm. Bu qancha? Necha puldan bo'ldi? 9,5 million so'm mana shu qilamiz. Aka bu necha pul bo'ldi? 21,5 million so'm. 10 aylık. Qo'zi necha pul bo'ldi? 1 million 300. Bunchi? İkilası 27. Ikkalasi 2700 ming qo'zilar. Opamiz kelyapti, necha pul bo'ldi? Chorva Mediauz. Necha pul bo'ldi? 18 million so'm. Sigir necha pul bo'ldi? 15,5 million sigirimiz. Buqalar necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi? 27,5. Ikkalasi, ha? 27,5 million so'm ikkalasi. Aziz ke? Necha pul? 21,5 bu. 2 milyon 150 ming so'm. Barakasini bersin. 7 milyon so'm mana shu. Aka necha pul bo'ldi bu? 13 milyon so'm. Necha pul bo'ldi? 11,5 million. Necha pul bo'ldi aka? Aka birodarni bulma. Necha pul? Ha, bilmaydi. Shofyorlar. Ha? 13 milyon so'm. Alasi. Ana qo'ylar kelyapti. Olinganlari. Qo'zilar bari. Necha pul bo'ldi qo'zilar? 19'dan bo'ldi. 1 million 900 ming so'mdan. Bular necha pul bo'ldi? 19'dan joylik. Hammasi bir joyga 1 million 900 ming so'mdan barakasini bersin lekin. Zo'r. Aka sigir necha pul bo'ldi sigir? 17 million 300 ming so'm sigir mana bolasi.
Bu xunochi qancha bo'ldi? YouTube. Chorva Media o'z. Oqtar ham ol bozor istaysan bo'laveradi. Aka sigir nech pul bo'ldi? Qancha dedingiz aka? 12 million so'm. Ukiz qancha bo'ldi ukiz? 18 million so'm mana shu ukizimiz. Qancha bo'ldi talqi? Sizga nimaga o'tsa tushaverami pul? Ha. Aka bu 13 million so'm. Barakasini bersin. Aka nech pul bo'ldi? 12 million so'm mana shu. Mana 12,5. 12,5 million so'm mana buqamiz. Barakasini bersin. Nech pul bo'ldi aka bu? 9 million so'm. Sigir nech pul aka? 15 million so'm bo'ldi mana shu sigirimiz. Aka qo'zi nech pul bo'ldi? 4 million 750 ming. Balas qo'chqar 209. Men shundan. Yashang. Sog' bo'las. Chorva Media o'z. Aka nech pul bo'ldi bu? Bir joyda 43 million bu. Ikkitasi bir joyda 43 million. Unisi qani? Bular nech pul bo'ldi? Har bir 6 million. 8 million 6 milliondan bo'ldi mana shular. Nech pul bo'ldi aka? Sog' turib bilmayman. Ha, boyan jo'rasi. Shvit kelyapti, ha? Mana shu ikkalasi, ala bilan ikkalasi 43 million bir joyda. Aka sigir nech pul bo'ldi? 15 million so'm. Nech pul bo'ldi xuloji? Sigir ekan. Nech pul bo'ldi? 16 million so'm mana shu qizimiz. Nech pul bo'ldi sigirlar? Shofyorlar bilmaydi. Sigir kelyapti. Aka sigir nech pul bo'ldi? 21 million 700 ming so'm. Barakasini bersin. Buqa nech pul bo'ldi? 16 million so'm. Zo'r. Barakasini bersin. Qo'zilar nech puldan bo'ldi? 8 dan. 1 million 800 ming so'mdan 3 million 600 ming so'm. Barakasini bersin. Qo'shqa nech pul bo'ldi aka? Qancha deysiz? Olyapsizmi? Ha. 3 million 800 oldim. 3 million 800 ming olib qo'shqa Qo'zini chiqardi. aytaylik. 300 dollarga oldim. Barakasini bersin. Ha, devol tagida savdo qilayotgandingiz, ha? Ha, offseterdan oldim. Yana bola olgan ekan. Mana. Zo'r ekan lekin. 13 million so'm. Bunisi-chi? 13,5. Bo'g'oz? Aka nech pul bo'ldi g'ilochi? 15 million so'm mana. Juda chiroyli ekan. Bo'g'ozga o'xshaydi bu yerda. Boqilganmi? Boqilgani. Aka buqa nech pul bo'ldi? 29 ikki. Ikkovi 29 million so'm mana shu ikkalasi. Barakatini bersin. Yaxshi otdi lekin 20 million so'mdan akalar mana shular. Murojaatlar. Hayda. 8 million so'mdan bo'libdi. Nech puldan bo'ldi ona bola? 3 million 300 ming so'm ona bola. Nech pul bo'ldi buzoqcha? 55 bo'ldi. 5 million 500 ming so'm. G'unochi nech pul bo'ldi? 9,5 million so'm mana g'unochi. Nech pul bo'ldi bu qacha? 12 million so'm mana shu. Sigir nech pul bo'ldi? Sigir 12,5. 12,5 million so'mga olinibdi mana shu sigir. 12,5 million so'm arzon. Nech pul bo'ldi bular sigirlar? Nech puldan aka sigirlar? 14 million so'mdan. Bozor arzon.
Necha pul bo'ldi sigir? Tekin bo'ldi. Tekini qancha? Tekin olibdi. Haqini bilmay ekan shofyorlar. Ona bolalar. Hozir onasi keladi. Qancha bo'ldi aka bu? 12 million 600 ming so'm. Aka sigir necha pul bo'ldi? 11,5 million. Bu qancha pul bo'ldi? Aka sigir necha qanchaga oldingiz? 43 milyon ikkovi. Ikkovi 43 million so'm boqilgan sigirlar mana. Ikkalasi 43 million. Qancha bo'ldi bu? 5,5. 5,5 million so'm g'urojincha. Ona bolalar necha pul bo'ldi? 38. 3 million 800 ming so'm. Ona bola. Ko'chadan ishlab Necha pul bo'ldi buqalar? Necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi? 18,5. 18,5 million barakasini bersa. Bunisi qancha bo'ldi Otabek aka? Ha akajon. Necha pul bo'ldi sigir? 10 million 500 ming so'm. Aka necha pul bo'ldi sigir? 14. 14 million so'm. Yakka o'zi. Barakasini bersin.